Ochiq suhbat bo'ladi, bemalol haligi agarda savollar paydo bo'lib qolsa, o'sha paytda o'zida qo'linglarni ko'taraversanglar bo'ladi. Like qo'yish esimdan chiqdi. Lekin video yoqdi. Nima qilish kerak bunaqa holatlarda? Foydali narsa haqida video qilsanglar, odamlarga yordam beradigan narsalar haqida videolar qilsanglar yoki masalan ko'nglini yengil qiladigan narsalar haqida video qilsanglar, agarda sizlarni kam odam ko'rsa ham, o'sha ko'radigan odamlarning orasida kimgadir yordam bera oladigan bo'lasiz. Men sizlarga bugun nega blog yaratish muhimligi va uni qanday qilib olib borish kerak ekanligi haqida aytib beraman. Ochiq suhbat bo'ladi, bemalol haligi agarda savollar paydo bo'lib qolsa, o'sha paytda o'zida qo'linglarni ko'taraversanglar bo'ladi. Keyin men bu ma'ruzadan keyin ham vaqt beraman. Kimga qanaqadir savollari bo'lsa, mavzu bo'yicha, mavzudan tashqari qo'linglarni ko'tarib bemalol bersanglar bo'ladi. Iloji boricha shu vaqt ichida ulgurganini javob berganini harakat qilaman. Endi menda savol bor sizlarga. Oranglarda blog yuritmoqchi bo'lganlar bormi? Qo'linglarni ko'tarib yuboringlar. 1 2 3 4 5 6 6 ta kishi. 7 ta kishi. Bilasizlarmi nega blog yaratish muhim? Mana kimdir masalan pul ishlayman deydi. Kimdir masalan e'tiborga qozonaman deydi. Kimdirga shunchaki qiziq bu narsa. Kimdir ijodini odamlarga ko'rsatganini harakat qiladi. Lekin blog yuritishi muhim tarafi nega uni yuritish kerak va nega foydali tarafda yuritish kerak? Chunki masalan, mana vaqt keladi, agarda katta bloger bo'lib ketsanglar yoki o'zi katta bloger bo'lib ketgan odamlarni taniyman, ularda poyga boshlanib qoladi. Minglab auditoriyasi bor bo'lsa ham, yana ko'proq podpishchik kerak, yana ko'proq like kerak, yana ko'proq e'tiborga qozonishim kerak deb qanaqadir poygaga kirib qolishadi-da ular va natijada uni oxiri ko'rinmay qoladi. Butun umr mana shunaqa qulab yuramanmi e'tibori deb dilemma bo'lib qoladi, savol berib qolishadi o'zligisiga. Lekin aslida blog yuritishning eng muhim tarafi, sizlar masalan agarda o'zingizlar qiziqadigan qanaqadir narsa haqida video qilsanglar yoki foydali narsa haqida video qilsanglar, odamlarga yordam beradigan narsalar haqida videolar qilsanglar yoki masalan ko'nglini yengil qiladigan narsalar haqida video qilsanglar, sizlar agarda sizlarni kam odam ko'rsa ham, o'sha ko'radigan odamlarning orasida kimgadir yordam bera oladigan bo'lasizlar. Masalan, tasavvur qilinglar, sizlarni 1000 ta podpishchilar bor. 1000 ta odam sizlarni ko'ryapti. Lekin 1000 ta odamni hayotda tasavvur qilib ko'ringlar. Bu yarim stadion, 1000 ta odam. Shu 1000 ta odam sizga e'tiborni qaratib, videolaringizni ko'rishyapti. Yozayotgan narsalaringizni Telegramda o'qishyapti va sizlarning kuchingizda shunaqa vakolatinglar borki, sizlar kimgadir qiyin bo'lgan paytda ularning hayotini osonlashtiradigan narsa bilan yordam bera olasizlar. Kulgili narsa bo'lsa ham, ya'ni ko'ngilochar narsa bo'lsa ham, foydali narsa bo'lsa ham yoki masalan hayotingizda qanaqadir muammo bor, o'zingizlarning shaxsiy muammoinglar. O'sha muammoni qanaqa yechgansizlar yoki qanaqa qilib o'sha muammo bilan yashayapsizlar. Mana shu haqida blog qilsanglar, boshqa odamlar ham sizlarni aksingizda o'zining muammosini ko'rgan bo'ladi-da, sizlar orqali uni hayoti yengillashadi. Bu makro sabablar haligi qanaqadir muhim sabablar nega blog yuritish kerakligini. Lekin undan tashqari hammamiz bilamiz, agarda blog yuritadigan bo'lsanglar, buni agarda professional tarzda blog yuritmoqchi bo'lsanglar va bu orqali pul topmoqchi bo'lsanglar, buni asosiy ish sifatida yuritish kerak. Men masalan o'zim iqtisodiyotchiman. Men bankda ishlardim va blogimni muhim tarzda yuritish uchun, ya'ni yaxshilab yuritish uchun ishdan ketganman. Markaziy bankda ishlardim o'sha payt. Ishdan ketganman, kontent yaratishni boshlaganmiz, texna va ilmiy ommabop kontentni, ya'ni texnologiyalarni tushuntirib berganmiz, obzorlarni ham qilganmiz, ilm fanni tushuntirib berganmiz va boshida albatta sizlar masalan 0 dan blogni boshlasangiz, hech kim sizlarga reklama uchun pul bermaydi, chunki e'tiboringlar kamroq, podpishchik kamroq, prosmotrlar kamroq bo'ladi. Va reklama o'zini qanaqadir
pulsiz ham sotish qiyin bo'ladi, chunki ko'plab brendlar shunchaki bepulga bo'lsa ham reklamasini bergisi kelmaydi. O'sha paytda agarda mabodo sizlar blogni yuritmoqchi bo'lsanglar, 1 yoki 1,5 yil hech nimasiz, hech qanaqa foydasiz va kamroq podpishkalar bilan chidab berish kerak bo'ladi. Lekin to'xtamasdan kontent qilish kerak bo'ladi. Masalan, agarda 1 yil ichida to'xtamasdan o'zinglarni rivojlantirib, videolarni rivojlantirib, kontent qivursanglar, algoritm shunaqa ishlaydiki, masalan, YouTube ham, Instagram ham doim video chiqaryapsizlar. Har safar u yaxshilanib boryapti. Har safar sal ko'proq odamlar uni ko'rishni boshlayapti. YouTube yoki Instagram algoritmi bundoq sizlarga qaraydi, tak, bu muallifni qanaqadir rejasi bor shekilli. Video qilish to'xtamayapti bu bola. Har safar sifatni oshirib boryapti. Har safar sal ko'proq odamlar ko'ryapti videosini. Demak, bunga imkoniyat berish kerak, bunga ko'proq auditoriya berish kerak deydi. Qaysidir keyingi videoyingizni rekka chiqarib yuborish mumkin. Rekka chiqib ketgandan keyin uni bilasizlar, rek bu sizlarga obuna bo'lmagan odamlarni maydoni. Ya'ni sizlarga obuna bo'lmagan odamlar videoyingizni ko'radi va kimgadir yoqib qolsangiz, mana shu katta maydonda kimgadir yoqib qolsangiz, ular sizga obuna bo'lishadi. Keyingi safar yana agarda video qilish to'xtatmasangiz va sifatni oshiraversangiz, keyingi safar ham rekka chiqadi, u safar yanada ham ko'proq odamni jalb qilib olasiz. Va qarabsizki, 1 yil o'tdi, 2 yil o'tdi, auditoriya sekin-sekin oshyapti, eksponensial tarzda oshyapti. Bizda shunaqa narsa bo'lganki, bir 4, 5, 6 oy mobaynida kuniga 1000 ta podpishchik qo'shilgan. Chunki shu ketma-ketlik bilan harakat qilganimizda bir-birini ustiga qo'yilib, algoritm bilan zo'r ishlab ketgan hamma narsa. Kuniga 1000 ta podpishchik qo'shilish boshlagan. Va ko'plab blogerlarda mana shunaqa payt kelib qoladi. Ishlaydi, o'xshamaydi, keyin paqqatib birdaniga otib yuboradi-da, kuniga 1000 ta podpishchik qo'shilishni boshlaydi. Va u paytgacha chidab berish kerak faqat. Shuning uchun agarda o'zinglar yoki sizlarning tanishinglar blog yuritishmoqchi bo'lishsa, eng muhim narsa bu yerda chidab berish va to'xtamaslik. Agarda masalan bitta video chiqardingiz, cho'ta kirmadi, odamlar kam ko'rdi, bo'ldi deb motivatsiya tushib ketib, 1 oy, 2 oy video qilmay qo'ysangiz, unda albatta algoritm ham sizni bu qo'ldan boy beradigan bola ekan, qiz ekan, bo'lib buni rekka chiqarmayman deb sizni ham esdan chiqarib yuboradi, ko'mib yuboradi sizni. Bu hozirgi paytda oldin agarda masalan ijtimoiy tarmoqlar, mana Instagram endi paydo bo'lganda, chiroyli rasm qo'yish, estetika, mana men o'rmonda o'tiribman, mana men parkda o'tiribman degan takoy yozuvlar siz rasmlar qo'yish muhim bo'lgan bo'lsa va oldin siz odamlarni chiroyli rasmga olishiga baho bergan bo'lsangiz, hozirgi paytda siz kanalingizni taqdirini hal qiladigan narsa bu algoritm. Va hozirgi paytda hamma narsa tez iste'molga va tez yaratishga taqalib qolgan. Agarda tez yaratmasangiz va odamlarga tez iste'mol qilishga bermasangiz, bu jangda yutqizib qo'yasiz. Shunaqa qiyin joy bo'lib qolgan hozir. Va albatta asosiy ish bilan, qandaydir professiya bilan, masalan, asosiy ishingiz bor bo'lsa, bankda yoki boshqa joyda ishlayotgan bo'lsangiz, blog yuritish juda ham qiyin. Chunki men masalan rostdan ham butun vaqtimni kanalimga ajrataman. Agarda boshqa joyda ishlaganimda edi, hozirgi darajaga kanalni olib chiqqan bo'lmasdim. Hozirgi paytda bizda 500 ming ta obunachi YouTube'da va 300 ming ta obunachi Instagram'da va O'zbekistondagi eng katta ilmiy ommabop kanalimiz. Lekin o'sha payt tavakkal qilib agarda ishdan ketmaganimda edi, unda kim biladi, balki to'xtab qolgan bo'lardi hamma narsa. Lekin imkonsiz narsani o'zi yo'q. Ya'ni albatta ishdan ketish kerak deyotganim yo'q. Shunchaki meni shaxsan o'zimni kuchim yetmagan bo'lmasdi. Boshqalarni bilmayman. Balki shunaqa odamlar bordir, uni ham buni ham eplay oladigan. Keyingi slaydga o'tqizsak bo'ladimi? Undan keyingisi. Auditoriyani tushunish. Mana savol bering, blogga уже blog yuritayotganlar ham bir marta qo'linglarni ko'tarib yuboringlar. Blog
Nima haqida yuritasiz? Do'stlik haqida ko'proq videolar qo'yaman. Yozuvli videolar qo'yaman. Yozuvli videolar. Ha, такой musiqa bo'ladi, yozuvli bo'ladi. Aha. Yana kim edi? Kimda bor edi yana? Montaj o'rgatadigan videolarmi? Mana sizni ismingiz nima edi? Bonu. Nima deb o'ylaysiz? Sizni kanalingizni kuzatadigan odamlar, mana agar sizni kanalingizni kuzatadigan bitta umumiy shaxsni tasavvur qiladigan bo'lsak, u qanaqa shaxs? Aynan sizni kanalingizga qiziqadigan bitta qanaqadir obrazni bizni ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Ko'proq qo'ygan kontentimdan bo'laman. Ya'ni bo'l. Demak, taxminan sizga tengdosh bo'lgan qizlar, haliga do'stlari bor va shu videolarda siz ularga yaqin muammolarni yoki holatlarni yozib ketasiz. Ular bir-birini atmetka qiladi u yerda, to'g'rimi? Mana bu sizni auditoriyangiz obrazi. Siz auditoriyangizni tushunasiz, taxminan qanaqa odamlar ko'rishini va ularga moslab kontentni yaratasiz. Va bu narsa juda ham muhim. Agarda qaysidir kontentni yaratmoqchi bo'lsangiz, qaysidir yo'nalishda kanal olib bormoqchi bo'lsangiz, siz umumiy bitta tomoshabiningizning profilini, tasvirini o'zingiz uchun aniqlab olishingiz kerak. Taxminan mana shunaqa 15 dan 25 yoshgacha bola, student, ilm-fanga qiziqadi, yangi narsalarni bilishni xohlaydi, qiyin mavzulardan qochmaydi va asosan o'zbek tilida kontent iste'mol qiladi. Mana bu masalan meni tomoshabinim va men mana shu bitta odamni tasavvur qilib, u uchun kontent yarataman. U uchun kontent yaratgandan keyin mana shu bitta men tasavvur qilgan tomoshabinni timsolida men ko'plab odamlarga to'g'ri keladigan kontent yaratadigan bo'laman-da. Ya'ni agarda bitta auditoriyani aniqlab olsangiz, o'sha auditoriyaga kirib ketasiz va ular uchun siz aktual bo'lib qolib ketasiz. Va juda ham muhim narsa, kanalni yo'nalishini tanlaganingizda tavsiya bitta yo'nalishda ketirish kerak. Masalan, siz mana dugonalar uchun kontent qilyapsizmi? Shu dugonalar uchun kontent yo'li bo'yicha ketaverishingiz kerak. Agarda masalan birdaniga pishiriqlar yoki uy hayvonlari yoki gullar haqida kontent qilib qolsangiz, sizni dugonalar hissiyotlari deb ko'rayotgan odamlar, bu cho'ta pishiriqlar haqida video qilishni boshladi, gullar haqida video qilishni boshladi, menga qiziq emas bu safar, o'tkazib yuboraman deydi, o'tkazib yuboradi. Va siz dugonalar haqida qilayotgan kontentingiz deb yig'ilgan auditoriyani yo'qotib qo'yasiz. Va keyingi safar ham agarda anaqa yo'nalishni almashtiraversangiz, ular bo'ldi, bu buzilib ketdi, oldin zo'r edi deydi, sizga qaytib kelmaydi u odamlar. Shuning uchun agarda yo'nalish tanlagan bo'lsanglar, o'sha yo'nalish bo'yicha ketaverish kerak. Chunki bo'lmasa, buni orqasidan yig'ilgan odamlar deydi, men bu uchun obuna bo'lmagandim deydi, qaytib kelmaydi. Agarda yangi yo'nalish qilmoqchi bo'lsanglar, yangi kanal ochish kerak. Lekin eski kanalda yangi yo'nalish qilish bu juda ham xavfli. Keyingisi iltimos. Tak, nishani topish. Nisha, ya'ni shu mavzu yo'nalishni topish. Kimda hali blog ochmagan lekin ochmoqchi? Sizlar, hamma. Tak, mana nima haqida ochmoqchisiz? Hali o'ylab ko'rmadingiz. Okey, mana hozir foydali bo'ladi sizga. Siz hali o'ylab ko'rmadingiz, sizlar?
Shaxsiy blog, ya'ni hayotinglar haqida. Okay. Siz o'qish haqida. Tam IELTS mana shunaqa narsalar. Lifestyle. Hayotingiz haqida. Okay. Yo'nalishni tanlagandachi juda ham muhim narsa. Mana men kanalimni 5 yildan beri yurityapman. 5 yildan beri yurityapman, hali charchamadim. Qilayotgan mavzularimdan, qilayotgan kontentimdan bir xilda qaysidir mavzu uchun ssenariy yozayotgan paytimda qiziqib, kechasi bilan uxlamasdan yozib chiqaman deb o'zimga yoqadi bu narsa. Yozayotgan narsalarim, kontent uchun o'rganayotgan narsalarim menga qiziq va jon deb xursand bo'lib, qiziqish bilan odamlarga bo'lishaman bu narsani. Lekin 5 yildan beri qilaman bu ishni. Nega bunaqa? Nega haligacha ham o'lib qolmadi menda bu narsa? Chunki, o'zimga shaxsan o'zimga rostakasim yoqadigan narsani tanlaganman, yo'nalish sifatida. Ba'zi bir paytlarda odamlar xato qilishadi, bundoq Instagram, YouTube'larga qarashadi, tak, hozir mashinalar haqida video trendda ketyapti. Hozir pishiriqlar haqida videolar trendda ketyapti. Mana shu narsani qilsam, 100% odamlarga qiziq bo'ladi, trendga kirib ketadi deb o'ylashadi. O'zlikisi qiziqmagan, lekin bozorda trendda bo'lgan mavzuni tanlashadi. Lekin o'zi qiziqmaydi. 1 yil shu haqida videolar qiladi. 1,5 yil qiladi, o'ziga bu narsa shaxsan haqiqatdan qiziq bo'lmagani uchun, haqiqatdan yoqmagani uchun charchashni boshlaydi. Bo'ldi. Qo'ynaniydi. Mashinalar haqida video qilishdan, obzorlar qilishdan, pishiriqlar haqida video qilishdan va to'xtatadi ishini. Va shuning uchun 5 yil mobaynida, 10 yil mobaynida rostdan ham qiziqib, odamlarga rostdan ham yoqadigan, mana o'zingizga agarda bu narsa qiziq bo'lsa, boshqalarga ham qiziq qilib keltirib bera olasiz-ku bu narsani, to'g'rimi? Qiziqtira olasiz. Shuning uchun shaxsan o'zingiz haqiqatdan qiziqadigan narsani kanal qilib, video qilib, blog qilib olib odamlarga berishingiz kerak. Lekin masalan, ba'zi bir odamlar bor, men masalan dinozavrlarga qiziqaman. Bu odamlarga qiziq bo'lmasligi mumkin-ku deyishadi, qo'rqishadi. Qo'l urishmaydi bu narsaga. Lekin aslida mana bu yerda dinozavrlarga qiziqadiganlar bormi? Shaxsan prosta mana dinozavrlar haqida kontent bo'lsa ko'rgan bo'lardi. Mana bitta odam ko'raman, ikkinchi odam ko'raman, uchinchi odam ko'raman, to'rtinchi odam ko'raman. Agarda siz qaysidir siz qiziqadigan mavzuga boshqalar qiziqmaydi deb o'ylaydigan bo'lsangiz, siz noto'g'ri deb o'ylaysiz. Siz noto'g'ri fikrlayapsiz. Katta 10 minglik qanaqadir stadionning orasida 2000, 3000 ta odam aniq siz qiziqadigan narsaga ham qiziqadi. Bu statistika. Bu bor narsa. To'g'ri, butun dunyo qiziqmasligi mumkin. Lekin o'zingiz uchun bitta katta auditoriya, bitta fan klubni yig'ib olasiz. Masalan, dinozavrlar haqida video qilsangiz. Men ular haqida video qilish yaxshi ko'raman. Va shuning uchun ba'zi paytlarda qilib turaman-da, rostdan ham odamlar yig'iladi. Yoki masalan kimdir multfilmlarga qiziqadi. Yoshligimizda biz ko'rgan Toshbaqa ninjalar haqida multfilmga qiziqadi. Faqat shu multfilmga qiziqishi mumkin. Va bunaqalar ko'p bo'lishi mumkin. Agarda faqat shu haqida kontent qilsangiz, bitta yo'nalishi, spesifik yo'nalish ushlab olsangiz, lekin shaxsan o'zingizga yoqadigan atrofingizda odamlar yig'ilaveradi. Atrofingizda odamlar, voy, mana shu menga yoqadigan narsa haqida zo'r aytib berar ekan deb qiziqib, sekin-sekin obuna bo'lishni boshlaydi, sekin-sekin sizni kuzatishni boshlaydi. Va shuning uchun juda ham muhim narsa mavzuni mana ichingizda qidirishingiz kerak. Bozorni analiz qilib o'tirish kerak emas. Faqat o'zingizga qiziqadigan narsani tanlash kerak. Keyingi slaydni ochib berasizmi? Va g'oyalar generatorlari, mana shunaqa men content markazi degan joyda ham dars o'taman-da, blogerlik bo'yicha. U yerda men iloji boricha bolalarga vazifa bergani harakat qilaman, ya'ni bir marta dars o'taman ularga, keyin gruppa almashadi va har doim dars berib ketgani harakat qilaman. Qanaqa ma'noda? Mana hozir men sizlar bilan gaplashyapman. Men umid qilamanki, o'zi xohlaymanki, gaplashib bo'lganimizdan keyin sizlar mendan haqiqatdan qanaqadir amaliy foyda olib ketishinglarni
Shuning uchun suhbatimizni tugatayotgan paytda bitta vazifa berib ketmoqchiman. Qiyin narsa, blogni boshlash paytida qiyin narsa bu nom tanlash, qanaqadir esda qoladigan, masalan, chumoli, piyodachi, texnoplov, teacher Azam esda qoladigan nom o'ylab topish. Ikkinchidan, yo'nalishni aniqlab olish. Shu bir necha yil mobaynida siz ushlab turadigan yo'nalishingizni tanlab olish va birinchi 10 ta video yoki birinchi 10 ta post uchun mavzu tanlash. Odamlar mana shu oldindan 10 ta post, 10 ta videoga mavzuni tanlab qo'ymagani uchun, shunchaki qog'ozda yozib qo'ymagani uchun bitta video qilgandan keyin darrov o'chib qolishadi, to'xtab qolishadi. Chunki bitta video yasaganingizdan keyin ko'p kuchingiz ketadi, ko'p energiya ketadi, nariyog'iga o'ylab o'tirish uchuncha sal charchab qolasiz. O'shanga dam olib keyin qilaman deysizda qilmaysiz. Shunga hali energiyani sarflamasingizdan 10 ta mavzuni tanlab qo'yish juda ham muhim. Bu uchun g'oya generatorlari mavjud. Yaxshi ham hozirgi paytda ChatGPT, xullas AI paytda yashayapmiz. Masalan, unga nimaga qiziqishinglarni aytasizlar. ChatGPTga masalan, men dinozavrlarga qiziqaman deysizlar. Yoki men iqtisodiyotga qiziqaman deysizlar. Iqtisodiyotni men odamlarga oson tarzda tushuntirib bergim kelyapti. Odamlar iqtisodiyot nimaligini tushunsin deysizlar-da. Men uchun 10 ta videoga 10 ta mavzu tuzib ber. Faqat juda ham sodda va oson tilda bo'lsin. Juda ham oson tushuntiriladigan videolar, mavzular bo'lsin deysizda. ChatGPT sizga 10 ta mavzuni tuzib beradi. Siz ularni qaraysiz. Ular sizga juda ham elementar, juda ham oson, yuzaki bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin mana masalan, iqtisodiyotda o'qiyotganlar bormi? Bu yo'nalishda. Filologiya ham bu yerda hozir asosan. Okay. Mana filologiya yo'nalishidasizlar. Sizlar bu institutda o'qigan narsalarni va sizlar uchun juda ham sodda, juda ham elementar, istalgan mana bu yerda o'tirgan student biladigan narsalar anti ko'chadigilar uchun yangilik. Sizlar uchun mana qaysidir fakt ko'chada yurganlar uchun yangilik bo'lishi mumkin. Va shuning uchun sizlar uchun elementar bo'lgan narsalarni videolarda yoritib bergani uyalmanglar. Buni hamma biladi-ku, demanglar hech qachon. Buni hamma biladi-ku, demanglar hech qachon. Chunki ko'chadigilar bilmaydi bu narsani. Internetda o'tirganlar bilmaydi bu narsani. Sizlar bu yerga kelib mana shu narsani o'qiganingiz uchun, sizlar uchun bu oddiy narsa. Qolganlar uchun bu yangilik. Mana masalan, men videolarimda pul qayerdan chiqishini tushuntirib berganman. Ya'ni pul O'zbekistonda bostirilib, keyin Markaziy bank tarafdan boshqa banklarga tarqatilish haqida aytib berganman-da, ba'zi bir odamlar buni bilmagan. Ba'zi bir odamlar O'zbekiston so'mi Germaniyada bostirilib, poyezdda yoki samolyotda olib kelinadi deb o'ylashgan. Unaqa emas. Va xuddi shunaqasiga bemalol, qo'rqmasdan o'zingiz uchun sodda informatsiya bo'lgan narsani boshqalarga beraversanglar, ular uchun bu yangilik bo'ladi va siz uchun bu kontent bo'ladi. Agarda ideya kelmay qolsa, ChatGPT va undan tashqari shu hozirgi paytda o'qib yurgan narsalar sizlar uchun generator bo'ladi, yangi ideyalarni o'ylab topish uchun. Va men sizlardan iltimos qilmoqchiman. Iltimos, mana bizning leksiyamiz tugagan paytda agarda sizlarga bu narsa qiziq bo'lsa, agarda rostdan ham blog yuritmoqchi bo'lsanglar, bitta narsani bajaringlar va shundan keyin hamma narsa osonlashib ketadi. Shu bitta nom o'ylab topinglar kanalinglar uchun. Oson, eslab qolinadigan, qandaydir noodatiy nom. Masalan, men boshqa gruppaga dars berayotganimda, u yerda mediklar ko'p bo'lgan, tibbiyotchilar. O'tda bitta qiz yurak kasalliklari, yurak xususiyatlari haqida kanal yuritmoqchi bo'lganda, uni yurak tili deb qo'ygan masalan. Yurak tili bundoq eslab qolinadi ham, oson aytiladi ham va hech kim band qilmagan. Shunaqa bitta nom topinglar o'zingizlar uchun, o'zingizlarning mavzuyinglar bo'yicha, yo'nalishinglarni aniqlab olinglar. Faqat 5 yil mobaynida yuritishga tayyor bo'lgan yo'nalishinglarni aniqlab olinglar-da. 10 ta video uchun prosta mavzu tuzinglar. Shunchaki mavzu tanlanglar bo'ldi.
Keyin vaqtingiz bo'lganda, motivatsiya kelib qolgan paytda, energiya bor paytda o'sha 10 ta videoni bosaverasizlar. Bosaverasizlarda sekin-sekin videoga qo'yish, Instagramga yoki YouTube'ga qo'yishni boshlaysizlar. Natijani ko'rasizlar. Har 2 kun, har 3 kun video qo'yaverganingizdan keyin algoritm ham sizga boshqacha munosabatda bo'ladi, odamlar ham ko'proq ko'rishni boshlaydi va yo'nalishni ham sezishni boshlaysiz. Va shuning uchun mana shu 3 narsani qilsanglar, o'zingizga oson bo'ladi va mana bu suhbatimizdan ham qandaydir foyda tekkan bo'ladi sizlarga. Keyingi slayd. YouTube algoritmi qanday ishlaydi? YouTube va Instagram. Tak, Instagramda yuritmoqchi bo'lganlar, qo'l ko'tarib yuboringlar. 1 2 3 4. Aha. Asosan Instagramda. YouTube bormi? YouTube. Bor. Telegram? Bir. Tak, Instagram ko'proq ekan. Instagramdan boshlayman bo'lmasa. Instagram algoritmlari qanday ishlaydi? Birinchidan aytgan narsam, doimiylik bo'lish kerak. Bo'lmasa Instagram sizlarni ko'mib qo'yadi. Agarda har 2 kun bir xil vaqtda, masalan, menga emasmi? Agarda har 2 kun bir xil vaqtda video qo'ymasanglar, Instagram sekin-sekin sizlarni ko'mishni boshlaydi, esdan chiqarishni boshlaydi, prosmotrlar tushib ketadi. Undan tashqari, agarda video masalan 2 daqiqa yoki 2 daqiqadan oshib ketsa, rekka kirib ketishi ozgina qiyin bo'ladi. Mani tajribamda buni yenga olgan faqat bitta kanal bor, bu Chumoli kanali. Ular 5 minutlik mini filmlar qilishadi, ularni hamma ko'radi baribir, oxirigacha ko'rishadi. Bolalar noodatiy, juda ham молодец, kuchli bolalar. Lekin ko'pincha holatlarda agarda video 1,5 daqiqadan oshib ketsa, odamlarga buni qabul qilishi, iste'mol qilish qiyin bo'ladi. Chunki hozirgi paytda o'sha tezlashib ketgan davrda yashayapmizda, odamlar ma'lumotni tez iste'mol qilmasa, deydi, o'tkazib yuboradi. Sabri yetmaydi. Undan tashqari, albatta muqova qilish kerak. Obloshkani bilasizlar. Chunki masalan, agarda videolar rekda turgan bo'lsa, juda ham ko'plab odamlar, masalan, tasavvur qilinglar, videoni qaysidir kadrini qo'yib qo'ygansizlar-da obloshkaga. Ikkinchi variantda haqiqiy obloshka qo'yib qo'ygansizlar. Yozuv bilan, sarlavha bilan bu video nima haqidaligini yozib qo'ygansizlar. Nimani tanlagan bo'lardinglar? Ikkinchisini. Chunki obloshka sizlarga bu video sizga nima berish haqida aytib beradi va siz darrov o'zingiz uchun mana shu videoga vaqtingizni sarflagan tayyormisiz yoki yo'qmi? Shuni hal qilasiz. O'shanga obloshka qo'yish kerak har doim video ko'proq tortib ketishi uchun. Uchinchidan, Instagramni biosi bor-ku, profil opisaniyasi. O'sha yerda albatta nima kontent qilishinglarni va sizlarning kontentinglar odamlarga nima berishini yozib ketishinglar kerak bo'ladi. Chunki yangi odam kanalingizga kirgan paytda sразу o'shani o'qiydi. Bu yerda men bunaqa narsalarni bilib olar ekanman desa, sizlarning kanalda qolish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Masalan, bu kanalda siz iqtisodiyotni sodda tilda tushunib olasiz. Yoki bu kanalda siz filologiyada qiyin ma'lumotlarni sodda tilda tushunib olasiz. Shunaqa deb yozib qo'ysanglar, odamlar darrov sizlardan nima olishini tushunib oladi va ular siz bilan qolish ehtimoli kattaroq. Uchinchidan bu bilmayman nechinchidan. Albatta, mana masalan sizga bitta odammi, ikkita odam izoh yozdimi, o'sha izohlarga albatta javob beringlar. Nega? Chunki mana men masalan har doim qancha kommentariy yozishmasa, hammasiga javob bergan harakat qilaman. Nega? Chunki men masalan o'zimni mana hozir sizlarning oldingizda turibman. Sizlar nechtasizlar hozir? Bir 20 ta 30 ta odammi? Tasavvur qilinglar, sizlar meni videoyimni ko'radigan odamsizlar. Hammanglar bittadan kommentariy yozyapsizlar, ya'ni savol beryapsizlar, izohlayapsizlar videoni. Men o'zimni sizlarning oldingizda shu izoh yozadiganlarning oldida haqiqatdan turgandek tasavvur qilaman-da. Hozir mana siz masalan menga savol bersangizda, izoh qoldirsangiz, men sizga javob bermasam. Qarab ko'rib turibman sizni, lekin javob bermayapman. G'alati-ku, to'g'rimi? Xuddi shunaqasiga
sizlarni videolarga e'tibor bergan har bir odamga e'tibor qaratgani harakat qilinglar. Chunki u mana sizdan to'g'ridan-to'g'ri sizga muloqot qilyapti, sizga javob bermasangiz g'alati narsa. U sizga qaytib kelmaydi keyin. Bu hammasi sizlarga yozayotgan odamlar tirik odamlar. O'shanga hammasiga javob bergani harakat qilinglar. Ana o'shanda ular sizlarga loyiq bo'lib qolishadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, algoritm ham sizlarga izoh yozganlarga javob berganingizda yaxshi ko'radi. Bu faol ekan, bu odamlarga javob berar ekan. Keyingi safar ko'proq auditoriya bergani harakat qilaman, ko'proq odamlar bunga yozsin deb aytadi-da, ko'proq auditoriyani bergani harakat qiladi. Lekin mana hozir ko'rdim, YouTube'da ham kontent qilmoqchi bo'lganlar bor, Instagramda ham kontent qilmoqchi bo'lganlar bor. YouTube bilan Instagram juda ham muhim farqlari bor ikkalasini. Instagramda kontent qilish osonroq, ya'ni o'tda kontent tezroq qilasiz. O'tda e'tiborga sazovor bo'lish osonroq, подписчикlar, prosmotrlar osonroq yig'iladi, algoritm kuchliroq ishlaydi. Lekin agarda YouTube'da kontent qiladigan bo'lsanglar, Instagramga qaraganda sizlar odamlarga ko'proq eslanib qolasizlar. Nega unaqa? Chunki mana hozir aytdik, tez iste'mol payti keldi. Odamlarning sabri yo'q. Ular Instagramga kirgan paytda bir paytning o'zida 20 ta, 25 ta reels ko'rib tashlaydi. O'sha 25 ta reelsning orasida aynan sizni ular eslab qolishning ehtimoli kattami? Katta emas. Bir 20%, 30% bo'lsa kerak. Yana obuna bo'lib qo'ysa, YouTube'da bo'lsa, YouTube'da qanaqa 10 minutli videolar, 20 minutli videolar bo'ladi, to'g'rimi? YouTube'ga kirib, sizni videongizga bosgan odam sizga mana shu 20 minut daqiqasini bergani tayyor bo'lib kirgan. Ya'ni u sizga 20 daqiqa hayotni bergani tayyormi? U sizni albatta eslab qoladi. Prosmotrlar kamroq bo'lishi mumkin YouTube'da. Chunki bunaqa vaqt ajratgani tayyor bo'lgan odamlar kamroq. Lekin YouTube'da yig'ilgan odamlar, YouTube'da yig'ilgan auditoriya qimmatroq. Sifatliroq. Chunki ular uchun siz rostdan ham qandaydir shaxssiz. Ular sizni eslab qolishgan. Ular sizni shu 20-10 minut davomida tinglab o'tirgan tayyor bo'ladigan odamlar. Va shuning uchun tanlash kerak bo'ldi yoki ikkalovini ham yuritish kerak. Instagram tez va oson, YouTube qiyin lekin sifatliroq. Undan ham bundan ham albatta sizlar qandaydir manfaat ko'rishingiz mumkin, lekin afsuski O'zbekistondagi holat shunaqa, pulni faqat Instagramdan topasizlar. Pulni faqat Instagramdan topasizlar, chunki YouTube'ga odamlar integratsiya, reklama berish qiyinroq hozir, monetizatsiya ishlamaydi va shu deb hamma blogerlar hozir mana YouTube'da bizni haqiqiy fikrlarimizni, haqiqiy kontentimizni, haqiqiy kuchimizni YouTube'ga tashlaymiz-da, Instagramdan pul ishlaymiz. Instagramda ham kontent qilamiz, lekin biz uni asosan pul ishlash uchun ishlatamiz. Hamma bizga o'sha biz jonimizni kuydirib yasigan kontentimizni YouTube'da joylashgan bo'ladi. YouTube hurmat uchun, avtoritet uchun. Instagram kattaroq miqyos uchun, ko'proq auditoriya yig'ish uchun va pul uchun. Shunaqa bo'lib qolgan O'zbekiston bozori. Va keyingi slaydda endi samarali ssenariy yaratish. Kimdir umrida ssenariy yozib ko'rganmi? Hech kim yozmagan. Ssenariy yozmagansizlar. Bitta narsa, agarda video qiladigan bo'lsanglar, ssenariysiz siz u videoni yaxshi yarata olmaysiz. Video syomka jarayoni boshlanganda ssenariy bo'lmasa, xaos ro'y beradi. Ya'ni hamma narsa aralashib ketadi. Cho'tki ketmaydi, hamma narsa ketma-ket ketmaydi. Charchab ketasizlar, qiynalib ketasizlar, adashib ketasizlar. Shuning uchun agarda kelajakda video olmoqchi bo'lsanglar, albatta unga ssenariy yozish kerak bo'ladi. Ssenariy nima? Bu siz gapirishingiz kerak bo'lgan gaplar.
o'tirasiz, qog'ozni olasiz yoki telefonni olasiz, shu videoni qanaqa tasavvur qilishingizni yozib chiqasiz. Gaplarni ketma-ketligidan boshlab, u videoda nimalar bo'lishigacha. Ana o'shanda videoni ham tezroq olgani bu yordam beradi sizga, muammolasiz, adashishlarsiz va montaj paytida ham qanaqa montaj qilishni ham aniq-tiniq bilasizda, video tezroq chiqadi. Natijada energiya kamroq sarflanadi. Shuning uchun albatta ssenariy yozish kerak bo'ladi. U siz harakat ham qilmanglar, bu hamma narsani buzib beradi sizlarga, ssenariy yozmasanglar. Ssenariy yozish usullari endi har xil, hammada o'zining stili bor. Shunchaki qog'oz olasizlar va xayolingizda bor narsani, o'sha videoni qanaqa tasavvur qilgan bo'lsanglar, yozib ko'rganni harakat qilasizlar. Bu ham bitta tavsiya, vazifa, iltimos. Uyga borganingizda yoki o'sha vaqtingiz bo'lgan paytda ssenariy yozib ko'ringlar. Birinchi videolar 10 ta mavzu tuzasizlar-ku, o'sha mavzuning birinchisiga ssenariy yozib ko'ringlar. Bu juda ham muhim. Keyingisi. Buni aytib berdim. Keyingisi Instagram mahorati. Buni ham aytib berdim. Tak. Content kalendarini tuzish. Aytganimdek, kalendar tuzib qo'yish kerak bo'ladi. Mana masalan, 10 ta video o'ylab qo'ydinglar, 10 ta videoni yasab oldinglar. Endi uni bir kun ichida qo'yib tashlash kerak emas. Masalan, Bozorchi Elyor bilasizlarmi? Bozorchi Elyor degan bloger, takoy Kal aka, Kal brat. Bilmaysizlarmi? Xullas, bizning tanish blogerimiz, ular shu tajribalar bo'lmagani uchun zo'r videolar olib qo'yganlar-da, bir kunning ichida hammasini qo'yib tashlaganlar. Ya'ni masalan, 3 ta video tayyormi? Bir kunning ichida o'sha 3 ta videoni qo'yib yuborganlar. Bunaqa qilish noto'g'ri. Bunaqa qilish noto'g'ri. Nega? Algoritm bu, tasavvur qilinglar, ovqatlanadigan bir jonzot. Siz unga har kuni bitta videodan yedirishingiz kerak, u uni chaynab, yutib olib, siz uchun hazm qilib bergani ulgurish kerak. Kuniga bitta video qo'ydingiz, algoritm uni, assalomu alaykum, kelinglar. Siz bitta video qo'ydingiz, algoritm uni qabul qilib oldi, hazm qildi, prosmotrlarni yig'ib berdi, analitika qilib berdi-da, undan maksimum qandaydir samarani chiqarib berdi sizlarga. Maksimum prosmotrlarni, maksimum e'tibor chiqarib berdi sizlarga. Agarda siz mana shu jonzotga, algoritmga bittada 3 ta 4 ta videoni og'ziga tiqib tashlasangiz, uni ham hazm qilib beradi. Lekin kerakli e'tiborni qarata olmaydi har bir videoyingizga. Natijada 4 ta video tiqib yordingizmi? Qaysidir video kamroq prosmotr yig'di, qaysidir ko'proq yig'di, qaysidir yana kamroq yig'di. Agarda mana shu 4 ta videoni 4 ta har xil kunga bo'lib, algoritmga sekin-sekin yedirganingizda edi, har biri ko'proq natija bergan bo'lardi sizga. Shuning uchun content kalendari. 10 ta mavzu tuzdingiz, 10 ta videoni oldindan olib qo'ydingiz, montaj qilib qo'ydingiz. Endi qaysi kuni va soat nechida chiqarishingizni reja qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, eng zo'r vaqtlar bu juma kuni, shanba kuni. Chunki odamlar juma kuni, shanba kuni bemalol ish tugadi, o'qish tugadi. Ozgina endi o'zimni mazza qilib Instagramda o'tiraman, YouTube'da o'tiraman, ertaga ishga borishim kerak emas, ertaga o'qishga borishim kerak emas deb istalgan payt internetda o'tirishadi. Bu peak payt. Masalan, dushanbadan boshlab jumagacha yoki yakshanba kuni peak payt soat 6 kechasi. 6, 7, 8. Bu shu odamlar mana masalan sizlar o'qishda agarda kech qolib ketgan bo'lsangiz, charchab qolasizlar-ku, baribir sekin-sekin telefonni chiqarib, sekin Instagramda o'tirishni boshlaydi hamma. Nechida bo'ladi bu? 2-1 da bo'ladi. Bu ham studentlar uchun peak payt. Chunki 2-1larda sizlar darslardan charchagan bo'lasizlar, sekin-sekin hamma telefonni chiqarib Instagramda o'tirishni boshlaydi. Bu ommaviy tarzda ro'y beradigan narsa. Hamma universitetlarda taxminan bir xil vaqtda dars tugaydi, taxminan bir xil vaqtda odamlar charchaydi va telefonni chiqarib Instagramga kirishni boshlaydi. Ya'ni siz studentlar uchun video qiladigan bo'lsangiz, mana shu paytda videoni chiqarishingiz kerak. Agarda sizlar
kengroq уже ishlaydigan auditoriya uchun video qiladigan bo'lsanglar, ular soat 5-6larda ishdan chiqishni boshlaydi. Ba'zida boshliq rahbar qaramayotgan bo'lsa, 5da ham sekin-sekin stolni bundoq bekim olib Instagramlarda o'tirishni boshlashadi. Biz shunaqa qilardik bankda. Yoki soat 6da uyga kelib bo'lib, yechinib, haligi kravatga yotib olib, odamni ana endi dam olaman deb internet kirishni boshlaydi. Mana shu pik paytlar. Mana shu paytda videolarni qo'yish kerak. Mana shu paytda sizning videongiz ko'proq odamga ko'rsatilish ehtimoli bor. Va shuning uchun juma, shanba yoki masalan seshanba, chorshanba mana shu kunlarni ketma-ket tanlaysizlar. Qanaqa auditoriyaga kontentinglar qaratilganiga qarab vaqtini tanlaysizlar va har safar, har hafta bir xil kunda, bir xil vaqtda qo'yasizlar. Agarda 1 oy, 2 oy, 3 oy, yarim yil mobaynida mana shu grafik bo'yicha ketaversangiz, shu buzmasdan jadval bo'yicha ketaversangiz, kunlarni o'tkazib yubormasdan ketma-ketlik bor bo'lsa, algoritm sizlarni bir kuni yomon uchirib yuboradi. Paq etib otilib ketadi-da, birdaniga rekka chiqib ketaverishni boshlaydi videolar. Chunki sizlar uchun algoritm qizitilgan bo'ladi. Xuddi mana masalan, mashinani yoqqaningizdan keyin darrov yurib ketish mumkin emas. Qizitish kerak ozgina. Algoritm mana shunday qizib turgan bo'ladi. Agarda video qo'ymay qo'ysanglar, mashinani o'chirib qo'ygan bo'lasizlar-da, sovib qoladi mashina. Keyingi safar yoqqaningizda, keyingi safar videoni qo'yganingizda tez yurib ketish mumkin emas bo'ladi. Chunki yana qizitish kerak bo'ladi mashinani. Xuddi shunaqa logika. Xuddi shunaqa logika. Va masalan, juda ham ko'plab holatlarda bo'ladi. Qaysidir video uchun ko'p kuch sarfladinglar. Voy, mana shu video 100% kiradi, 100% odamlarga yoqadi mana shu video. Hozir chiqaraman deb yorib tashlaydi hamma narsani deysizlar-da, u videoni qo'yasizlar. Ishtimo bo'lmadi. Ko'rilmadi u video. Hech qanaqa siz kutgan prosmotrlarni yig'madi. Menda bunaqa narsa doim bo'ladi. Har doim bu narsa bo'ladi menda. Va mana shu paytlarda eng muhim narsa sinmaslik uchun bo'pti. Mayli, men harakat qildim, mayli yotaversin deb davom etaverish. Va masalan, YouTube'da kontent qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham qiziq bir fakt. Sizlar masalan hozir qiladigan videoinglar 6 oydan keyin, 1 yildan keyin, 2 yildan keyin ham birdaniga otib yuborishi mumkin. Masalan, endi qo'yganingizdan keyin birinchi oy juda ham kam prosmotr qilgan bo'lishi mumkin. Lekin bir payt YouTube'da videolar yo'q bo'lib ketmaydi, shunisi yaxshi. Instagramga o'xshab pastga ketib qolmaydi. Kanallarni, eski videolarning orasida ko'milib ketmaydi. YouTube'da videolar doim sekin-sekin hammaga qaysidir payt chiqib turadi. Va menda masalan 3 yil oldin chiqargan videoim endigina 1 million prosmotr yig'di masalan YouTube'da. Undan oldin shu 300 ming, 200 ming darajada yuruvdi. 3 yil mobaynida yig'gan prosmotrlar 200 ming, 300 ming bo'lgan. Bir payt qaysidir u koinot haqida video edi. Koinot qanday tuzilgan degan video. Bir payt odamlarga koinot juda ham qiziq bo'lib qoldi. Qandaydir miqdordagi odamlar koinotga qiziqib qolishdi, hamma qidirishni boshladi koinot haqida videolarni. Birdaniga meni videoim ko'tarilib ketdi. Yarim yil ichida. Plus 700 mingta prosmotr yig'ib ketdi birdaniga. Va YouTube'da shunaqa narsa bo'ladi. Eski videolaringiz bir payt, bir kuni kimgadir qiziq bo'lib qoladi va bir kuni otib yuborishi mumkin. Ya'ni hozir yemagan bo'lsa, bo'ldi, hech qachon yemaydi deb qoldirib ketmanglar uni. Bir kuni u ham o'zini ko'rsatishi mumkin. Уже 1 soatdan beri o'tirgan ekanmiz. Dars tugadimi hamma darslar? Tugab bo'lgani. Yerga kelganlarga ham aytaman, уже 80% gap o'tkazib yubordinglar, lekin agarda masalan qandaydir savolinglar bor bo'lsa, bemalol qo'linglarni ko'tarib berishinglar mumkin. Hozirgi paytda ham agarda xos savolinglar paydo bo'lgan bo'lsa, beraversanglar bo'ladi kimdadir. Instagramda kam prosmotr yig'gan videoni o'chirib olib, boshqa qo'ysa, ta'sir qilmaydimi? Bunaqa qilish kerak emas. Bunaqa qilish kerak emas, chunki masalan, mana tasavvur qiling, mana shu auditoriya sizni Instagramdagi auditoriyangiz. Shu sizni obunachilaringiz. Siz mana bu videoni chiqardingiz. Video A.
A videoni chiqardingizda 10 tarafdagilar bu videoni ko'rib bo'ldi. Lekin sizga effekt yoqmadi. Bu videoni o'chirib yubordingiz. Yana bir marta video A ni boshdan qo'ydingiz. Boshdan qo'ydingiz, bu hozircha 0 prosmotr endi boshdan. Bular hamma ko'rib bo'lgan bu videoni. Men buni ko'rganman-u deydi, o'tkazib yuboradi. Natijada mana shu auditoriyani, prosmotrlarni уже yo'qotdingiz yangi videoda. Bu yoqda kamroq tarafdagi auditoriya ko'rib beradi bu videoni, lekin shu bilan bo'ldi. Sizni katta miqdordagi, mana shu asosiy miqdordagi auditoriyangiz ko'rib bermadi shu videoni. Natijada video umuman ko'milib ketadi. Вообще rekka chiqmaydi. Sizlarga aytib beraman bitta narsani, nega oldin ahamiyat bergan bo'lsanglar, giflar yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. Odamlar gif qilmay qo'ydi. Nega? Gif konkurslar, giveawaylar. Kim biladi? Nega yo'q bo'lib ketdi? Bu ham bir sabab, lekin boshqa muhimroq sabab bor. Bilmaydi hech kim. Okay. Yo'q. Mana hozir tushuntirib beraman. Yo'q, yo'q. Bu ham sabablar, lekin asosiy faktor nimada? Blogerlar bu ham sabab, lekin hozir prям mag'zini tushuntirib beraman. Mana masalan tasavvur qilinglar, men gif konkurs o'tkazyapman. Men masalan shu ilm fan haqida kontent qilaman, lekin gif konkurs qiladigan bo'ldim. Gentra qo'ydim, tam million so'mlarni qo'ydim sovg'aga, xonadonlarni qo'ydim sovg'aga. Okay, hammasini rostdan tarqatib yuboraman. Aldov emas, berib yuboraman masalan, mashinalarni ham, pullarni ham berib yuboraman. Gif konkurs o'tkazyapman-da, menga tam 100 minglab odamlar podpiska bosishni boshlayapti. Gif deb, mana shu gif konkurs deb. 200 mingta, 500 mingta, millionta odam obuna bo'lyapti. Lekin bu odamlar menga obuna bo'lishning sababi nimada? Ular sovg'a yutmoqchi. Ularga meni kontentimni umuman qizig'i yo'q. Men pishiriq haqida video qilamanmi? Ilm fan haqida video qilamanmi? Dinozavrlar haqida video qilamanmi? Ularga qizig'i yo'q. Ularga asosiysi qizig'i mana shu pulni, mana shu mashinalarni mendan olib olish. Bo'ldi. Endi men giveaway o'tkazdim. Rostdan ham g'oliblarga mana shu sovg'alarni tarqatib berdim. Bo'ldi, men ko'nglim toza, hammasi insofli o'tdi. Lekin natijada nima qoladi? Millionta yangi obunachilar, sovg'a deb kelgan yangi obunachilar, mana shu kanalimga obuna bo'lgan ular. Endi men gif qilib bo'lgandan keyin xursandman. Millionta yangi obunachim bor deb xursandman. Yangi video chiqaryapman. O'zim mavzuim bo'yicha. Ilm fan haqida video chiqaryapman. Mana shu millionta yig'ilgan odamlar o'sha videoni ko'rib beradimi, nima deb o'ylaysizlar? Ko'rib bermaydi. Natijada Instagramni ko'zida nima bo'lyapti? Meni 1.200.000 ta auditoriyam bor. Men video chiqaryapman-da, meni obunachilarimning milliontasi bu videoni polni ignor qilishyapti. Ko'rib berishmayapti. Instagramni ko'zida men yomon muallifman. Qiziqmas bo'lgan video qilayotgan muallifman. Unda auditoriyasini 80% videosiga qiziqmadi. Demak, bu video jinnicha ekan deydi, yerga urib yuboradi u videoni. Natijada qarabmizki, giveaway orqali yig'ilgan millionta yangi obunachi bizga foydami yoki zararmi? Faqat zarar. Sizni keyingi videolaringizni ular ko'tarib beradimi, tushirib beradimi? Faqat tushirib beradi. Va mana shu deb giveawaylar yo'q bo'lib ketdi. Va shuning uchun auditoriyangizda, mana sizga obuna bo'lib bo'lgan odamlarga maksimal tarzda bitta videoni ko'rsatganingizdan keyin boshdan o'sha videoni ko'rsatmagani harakat qiling. Chunki ular boshdan ko'rib bermaydi bu videoni. Ular sizni auditoriyangiz, followerlaringiz bu videoni boshdan ko'rib bermasa, algoritm sizni ko'mib tashlaydi.
Va umuman boshqa hamma qoidalarni ham shundan kelib chiqib xulosa qilsanglar bo'ladi. Yana savollar bormi? Kanal bo'yicha, blog bo'yicha, YouTube bo'yicha bemalol. YouTube'da prosmotr bor, like yo'q. YouTube'da. Hozirgi holatingiz. Ko'pincha videolarda odamlar like qo'yib ketgani yoki kommentariy yozib ketgani xohlamaydi emas, esdan chiqib qoladi. Prosta esdan chiqib qoladi. Masalan, men juda ham ko'plab videolarni ko'rganman, ular menga yoqqan, rostdan ham yoqqan, lekin like qo'ymaganman. Chunki esdan chiqib qolgan. Chunki mana masalan video ko'rib o'tiribman, kimdir meni chaqirib qoladi, ha deymanda ketib qolaman, lekin video yoqqan menga. Keyin ko'rishni davom etgan bo'lardim. Yoki masalan ko'rib bo'lgandan keyin kimdir telefon qilib qoldi yoki kimdir Telegramdan yozib qoldi, men sразу chiqib ketdim YouTube'dan. Like qo'yish esimdan chiqdi, lekin video yoqdi. Nima qilish kerak bunaqa holatlarda? Odamlar like qo'yishni esdan chiqarmasligi uchun, bu ham muhim rekomendatsiya uchun, qancha ko'p like bo'lsa, qancha ko'p izoh bo'lsa, share'lar qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'proq videolar ko'tariladi. Odamlar esdan chiqarmasligi uchun shunchaki eslatish kerak ularga. Masalan, videoni boshladingiz yoki videoni o'rtasida odamlar agarda meni videoim sizlarga rostdan yoqqan bo'lsa, keyingi safar meni shunga o'xshash videolarimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, men sizlarni rekomendatsiyalarda ko'proq paydo bo'lishim uchun iltimos videoga like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana shunda men sizlarda ko'proq paydo bo'ladigan bo'laman. Meni yo'qotib qo'ymaysizlar va o'zi meni videolarim ko'proq odamlarga ko'rsatilishi uchun yordam bergan bo'lasizlar. Chunki eslatib qo'yganman, yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, xursand bo'laman deysiz, bo'ldi. Eslatish. Odamlar sizni yomon ko'rgani uchun yoki eringgani uchun like bosmaydi emas, shunchaki esdan chiqib qoladi ko'pincha. Shunaqa qilib hal qilsa bo'ladi bu narsani. Har doim eslatish kerak odamlarga. Yana savollar? Boshqa kishi o'shani saqladi, o'zini blogida qo'yganda bekka chiqib ketadi. Video qaraganda o'zi qo'yganda chiqmaydi. Ya'ni siz videoni yasadingiz, sizda u rekka chiqmadi, kimdir uni o'g'irlab o'ziga qo'ydi, unda rekka chiqib ketdi. Doska yo'q, ko'rsatib bergani. Tasavvur qilinglar, rekomendatsiya bu bir daryoni oqimi. U daryoni oqimida balonlar suzib ketyapti. Va mana siz mana shu nuqtada turibsiz-da, mana daryo oqib ketyapti yoningizdan. Har sekund yoningizdan bir nechta balonlar suzib ketyapti. To'da. Bu balonlarning xarakteri har xil, qiziqishlari har xil, dunyoqarashi har xil, yoshi har xil. Va siz masalan mana video chiqardingiz, u sizning qo'lingizda. Siz mana shu daryoga shu videoni otyapsiz, zagruska qilyapsiz-da. Mana shu otgan paytingizda qandaydir to'da balonlarning orasiga shu video tushib qoldi. Shunaqa bo'lishi mumkinki, aynan mana shu daryoning oqimini paytida sizni videongizga qiziqmagan balonlarning orasiga videongizni tashlab qo'ydingiz. Tushuntira olamanmi? Aynan mana shu paytda mana shu oqimni qismiga sizni videongiz qiziq bo'lmagan. Lekin boshqa men bitta turgan bitta odam anu daryodan oqib ketayotgan videongizni oladi-da. O'g'irlaydi-da. Yana ozgina kutib turadi. Sal oqim o'zgargandan keyin boshqa qismi paydo bo'lgandan keyin bundoq otadi-da, yaxshiroq kirgan bo'ladi. Ya'ni mana shu videoga qiziqqan ko'proq balonlar bo'lgan qismga bilmasdan otib qo'ygan bo'ladi shu videoni. Natijada unda rekka chiqib ketadi. Ko'proq balonlar ko'rib o'rgan bo'ladi, yoqqan bo'ladi ko'proq balonlarga. Shunaqasiga ishlaydi bu narsa. Ya'ni sizda agarda bu rekka chiqmagan bo'lsa, xafa bo'lish kerak emas. Bu sizning videongiz. Yuzingiz bormi u videoda? Nickname'ingiz yozilganmi u videoda? Iloji boricha logotipinglarni yoki nickname'inglarni yoki o'zingizlarni yuzinglarni shu videoda qoldirgani harakat qilinglar. Nega? Chunki
Mandan ham masalan juda ham ko'plab videolarni o'g'irlashadi. Telegram yulduzlari, balobattarlar shunchaki videoni o'g'irlaydi, o'ziga qo'yadi, umuman mualliflarni atmetka qilishmaydi. Lekin men boshida jahlim chiqardi bu narsaga, lekin baribir bu foydali. Chunki meni yuzimni odamlar ko'ryapti, meni nomim yanada tarqalyapti. Ular noinsof bo'lsa ham. Telegram yulduzlari. Shuning uchun keyingi safar shunaqa o'g'irlik yordamida kimdir agar ishlatmoqchi bo'lsa siz videongizni, o'zingizni nomingizni, o'zingizni identikangizni qoldiring har doim videoda. Instagramda ko'p joylarda ko'rdim. Videongiz rekka chiqishi uchun degan ilovani ichidagi sozlamalarni to'g'rilash kerak aytishadi. Shu qanchalik to'g'ri? Ilovani ichini o'zidagi sozlamalar videoni rekka chiqishiga yordam beradimi yo'qmi? Yordam bermaydi. O'zi mana Instagramdagi sozlamalar, obloshka, videoni soatning ichida qo'yishingiz, videoni boshdan qo'yishingiz, qanaqa subtitrlar ishlatishingiz, shriftlar qanaqa ishlatishingiz, montaj qanaqa qilishingiz, videoni sifati, svet, hammasi befoyda. Hammasi befoyda. G'oya dedingizmi? To'g'ri aytib qoluvdingiz prosta. Hammasi befoyda agarda g'oya, videoni mazmuni zo'r bo'lmasa. Videoni ma'nosi, mazmuni zo'rmi? U hech qanaqa sozlamalasiz, hech qanaqa sifatli, anaqa zo'r montaj qilingan videolar siz kirib ketadi. Chunki o'zingizlar ko'plab ko'rgansizlar bunaqa videolarni, to'g'rimi? Shunchaki qanaqadir o'zini mamnun qilib olib ketayotgan, prosta qanaqadir gapirib ketayotgan kishi reklaga chiqib ketishi mumkin. Agarda gapida mazmun bo'lsa. Agarda u gapi bilan odamlarning emotsiyalarini va og'rig'ini ushlab qolsa. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor bermanglar, xuddiki bu asosiy narsa bo'lgandek. Bu hammasi detallar, qo'shimcha narsalar. Sizlar qilayotgan kontentda asosiysi mazmuni bo'lishi kerak. O'sha bu uni asosiy kuchi, asosiy qiymati. Shu narsa bo'lsa, yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Shu narsa bo'lmasa, hech qanaqa sozlama, manipulyatsiyalar yordam bermaydi. Yordam bersa ham, masalan, mana biz bilamiz, qanaqa kontent eng ko'p prosmotr yig'ishini, to'g'rimi? Kulgili kontent, pranklar, kimdir kim bilandir urushgani, 18+ kontent, to'g'rimi? Mana shunaqa kontentlar afsuski eng ko'p prosmotrlarni yig'adi. Mayli yig'aversin. Lekin yig'gani bilan shu mana masalan tasavvur qilaylik, sizlar qanaqadir bema'ni videoni ko'rib qoldinglar. U o'ziga jalb qiladi, chunki bu qanaqadir qo'zg'atadigan, anaqa miyani qo'zg'atadigan qanaqadir tasvir bu. Shu qanaqadir bema'ni videoni ko'rib qoldinglar, hammamiz ko'rdik. Lekin hammamiz uchun mana shu videoni chiqargan odam qandaydir hurmatga yoki avtoritetga qozonadimi? Qozonmaydi. Qachondir mana shu odam kelajakda bizaga nimadir desa, nimadirni reklama qilsa, nimadirni va'da qilsa, biz unga ishonamizmi? Ishonmaymiz. Bema'ni va 18+ kontentning kuchi yo'q. U shunchaki e'tibor jalb qiladi, lekin hech qachon avtoritetga qozonmaydi. Hech qachon bu odamlar qandaydir haqiqiy jamiyat hurmatiga erisha olmaydi. Va shuning uchun agarda sizlarni qilayotgan kontentinglarning mazmuni bor bo'lsa, shu mazmun uchun, shu g'oya, ma'no uchun odamlar sizlarni hurmat qilishi va sizlarga ishonishi boshlaydi. Mayli kam bo'lsin, lekin sizga ishonadigan odamlar paydo bo'ladi. Sizni hurmat qiladigan odamlar paydo bo'ladi. Sekin-sekin keyin ularni ko'paytirish mumkin bo'ladi. Agarda oson yo'lga berilib ketsanglar, ya'ni trash content, prank u yoq bo'lib ketsa, endi u yerda jamiyat tomonidan hech nima kutmanglar. Chunki mana avtoritet va hurmatga qozonish qiyin, to'g'rimi? Bu o'zi qimmat narsa. Buni pul bilan topib bo'lmaydi va shuning uchun unga qozonish ham qiyin-da. Uni mana shunaqa auditoriyani yig'ish ham qiyin shuning uchun. Adolatlimi? Adolatli deb hisoblayman. Agarda oson, yengil
arzon e'tiborga muhtoj bo'lsa kimdir, u o'sha bema'ni kontent qiladi. Agarda sekin-sekin vesi bor blogerga aylanmoqchi bo'lsa kimdir, u sekin-sekin harakat qiladi, qiyin yo'ldan ketadi. Yana savollar? Negativlar doim bo'ladi, har doim. Nima qilmasanglar ham, niyatinglar yaxshi bo'lsa ham, faqat ichi qoralisiz, ochiq ko'ngil bilan yaxshi narsa qilgan bo'lsanglar ham, negativlar bo'ladi har doim. Chunki odamlar har xil. Ba'zi bir odamlar bebaxt. Bebaxt odamlar shu boshqalarga kirib, kir narsalarni yozgisi keladi. Va shuning uchun mana hali yangi bloger bo'lsangiz, masalan, hali katta auditoriya bilan ishlamagan bo'lsangiz, sizga negativ haterlar yuragingizga tegib ketadi-da. Hammada bu narsa hammada bor. Men ham bu narsadan o'tganman. Sal nito yozsa urushib ketasiz. Nima deb yozyapsan deb javob qaytarasiz. Tegib ketadi ko'ngilga. Lekin vaqt o'tib, siz bitta narsani tushunasizki, negativlardan hech qachon voz kechib bo'lmaydi. Ya'ni ular hech qachon yovib qolmaydi. Ular har doim siz bilan bo'ladi va ularni kulgili qabul qilish kerak. Ya'ni yumor bilan qabul qilish kerak. Masalan, menga negativ yozishganda asossiz, shunchaki nafrat bilan negativ yozishsa, hate yozishsa, kanalimni aktivi uchun bir yoqilg'i bo'lib berganingiz uchun rahmat deb yozaman. Yoki masalan, siz kanalimiz uchun ko'mirsiz. Mana shunaqa deb yozaman. Yoki masalan, hate yozdimi, sizni haqorat qildimi, tarbiyaga 5, izoh uchun rahmat, aktiv uchun rahmat deb yozib ketasiz. Bo'ldi. Gapiradigan gap qolmaydi. Yoki o'zidan o'zi uyalib ketadi, yoki shunchaki gapiraman deydi, gapira olmay qoladi. Va siz shunchaki unga e'tibor bermaysiz, chunki ularni yo'q qilib bo'lmaydi-da. U tarakan emas-da, pish qilib yo'q qilib borish uchun. Shuning uchun ularni mana shunaqa yumor bilan yengil qabul qilsangiz, yashash osonroq bo'ladi. Ular borligi yaxshi. Rostdan ham ular aktiv uchun ko'mir. Har xil. Sizni xarakteringizga bog'liq. Masalan, men stream qila olmayman. Men stream uchun to'g'ri kelmayman. Men ssenariy bo'yicha takoy qiyin kontent berish yaxshi ko'raman. Streamerlar bo'lsa, emotsiyaga yengil beriladigan, takoy xarizmasi kuchli, istalgan narsaga reaksiya bildiradigan, qanaqadir yengil odam bo'lish kerak-da. O'shanga mana iShowSpeedni bilamiz. Streamer. Dunyodagi eng mashhur odamlardan biri, lekin streamer. Yoki masalan, MrBeastni bilamiz. Streamer emas, lekin dunyodagi eng mashhur YouTuber. Tayyor videolar qiladigan. Shuning uchun bu yerda o'zingizga bog'liq. Qaysi narsani yaxshiroq eplay olsangiz, o'sha narsani qilish kerak. Va o'sha narsa orqali ko'tarilasiz. Tak. Instagram yana qancha o'zini ushlab tura oladi? Mana masalan televizor ko'rmaymiz ko'pchiligimiz, lekin televizor bor haligacha ham. Chunki uni oldingi avlod, katta avlod ko'radi baribir. Mani adam ko'radi, ayam ko'radi televizor. Yosh kattalar hamma ko'radi. Baribir ko'rishadi. Shuning uchun minimum men o'ylaymanki, Instagramga o'xshagan Instagram tizimi bo'yicha ishlaydigan platformalar biza tirik bo'lgunimizcha baribir bo'ladi. Ya'ni, biza xavotir olmasligimiz mumkin, biza tirik bo'lgunimizcha baribir ishlaydi bu narsa. Endi o'tib ketganimizdan keyin qiziq bo'lmaydi bizga bu narsa.
Nastroykasida anaqa yo'q. Oqim haqida aytib berganimda shu yerdamidingiz? Xuddi shu narsada. Masalan, bitta kanalingizdan siz video tashlagan paytingizda siz oqimni bir qismida edingiz. Ikkinchi kanalingizdan video tashlagan paytingizda siz oqimni boshqa qismida edingiz. Va shunchaki buni omadi kamroq bo'lgan, buni omadi ko'proq bo'lgan. Ha, akkaunt algoritmni ikki xil qismida bo'lganda. Shu, farqi shu xolos. Keyingi safar bunisidan omad ko'proq kelib qolishi mumkin. Bunisidan kamroq kelib qolishi mumkin. Har xil bo'ladi. Masalan, mana bir xilda qaysidir videoni qo'yaman, prosmotr kam bo'ladi. 1 yil kutaman. Men hech qachon tezda boshdan qo'ymayman eski videolarni. Qaytarib qo'ymayman. 1 yil o'tgandan keyin yoki yarim yil o'tgandan keyin boshdan qo'yishim mumkin. O'shanda qo'yganimda ba'zida boshqacha rezultat bo'lib qoladi. Shu. Savollar yana? O'zingizni fikringiz bilan yaratgan videolarga avtorskiy pravo beradi. Chunki bu anaqa, monetizatsiya o'chiq, siz kimnidir huquqini buzdingiz debmi? Avtorskiy pravo, ya'ni kimdir videosini o'g'irlagansiz deb. Sotda qanaqa musiqa ishlatgansiz? Musiqa ishlatganmisiz, musiqa? Fonda ishlatgansiz? Qayerdan olgansiz musiqani? O'yinning muzikasi. Ya'ni bu mashhur bitta o'yinni musiqasini olib ishlatgansiz. Mana shunga berilgan. Hozir ham bo'ldi mana. Mana shunaqa holat bo'lgan. Demak, video qo'yganlar, ismingiz nima? Emrod. Jahongir. Jahongir video qo'yganlar. U videoda mana gapirayotganda soundtrackka, fonga muzika qo'yib qo'yganlar. U muzika bitta mashhur o'yinni muzikasi. Ya'ni bu muzikani egasi bor. O'sha o'yinni chiqargan odamlar bu muzikani egasi. Va albatta istalgan kimdir tarafdan chiqarilgan musiqa YouTube'da yoki boshqa joyda himoyalangan bo'ladi. Ya'ni siz bemalol uni olib ishlata olmaysiz. Siz masalan videoda butunlay o'zingiz o'tirgan bo'lsangiz ham, boshqalarning videosini ishlatmagan bo'lsangiz ham, lekin boshqa odamning musiqasini ishlatganingiz uchun avtorskiy pravo beriladi. Biz mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun nima qilinadi? Mana masalan, siz hozir olib Michael Jacksonning ashulasini fonga qo'yib qo'ysangiz, o'zingiz mana gaplashib o'tiribsiz kamerada. Lekin fonda Michael Jacksonning ashulasi o'ynayotgani uchun sizga avtorskiy pravo beradi. Chunki u kimnidir huquqi, haqqi u. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun Epidemic Sound, Envato degan ikkita servis bor. Bu servislarda shu avtorskiy pravo siz ashulalar joylashtirilgan. Ya'ni siz u servisda ham 1 oyga, 2 oyga podpiska sotib olasiz. Istalgan janrda, istalgan ko'rinishda musiqalari bor. O'shalarni olib YouTube'da ishlatsangiz, sizga avtorskiy pravo bermaydi. Lekin akkauntingiz pul to'langan bo'lishi kerak akkauntingizga. Bo'lmasa YouTube aniqlab oladi, siz Epidemic Sounddan bepul tortib olganingizni bu narsani. Agar pul to'lab qilsangiz, Epidemic Sound. Bu YouTube uchun. Instagramda farqi yo'q. Instagramda bloklamaydi. Xohlasangiz Michael Jackson ashulasini primoy qo'yib qo'ying, ishda bo'lmaydi. Nima qilish kerak? YouTube'ga premium? Yo'q, YouTube'ga premium qilish kerak emas. YouTube premium nima uchun kerak? U chet davlatlarda agarda ahamiyat bergan bo'lsanglar, chet eldan YouTube'ga kirsangiz darrov reklama boshlanadi. Bunaqa sarg'u bo'lib turadi. Mana shu narsa bo'lmasligi uchun YouTube premium bor. U sizga kerak emas.
Chunki bizda bu narsani ko'rsatmaydi baribir. Monetizatsiya yo'q baribir. Epidemic Soundni podpiska sotib olib, bu alohida sayt. O'sha yerdan muzikani tortib olib, o'sha yerdagi profilingizda YouTube kanalingizga kiritib qo'yib, nega kiritib qo'yishingiz kerak? Chunki, "Voy, mana meni YouTube kanalim, men mana shu yerda seni ashulalaringni ishlataman. Avtorskiy pravo bermagin bunga" deb o'zingiz kanalingizga kiritib qo'yasiz profilda. Keyin bemalol xohlaganingizcha Epidemic Sounddan ashulalarni ishlataverasiz. Juda ham katta biblioteka. Hamma janrlarda, hamma uslublarda, hamma ashula bor, har xil. Operadan boshlab rockgacha, rapgacha hamma narsa bor. Tavsiyam. Shu. Yana savol? Instagramda ko'p kontent qiladigan blogerlar galishlar borku, qanchalik videolarga beradi, foydasi bor? Yoki blogingda oddiy bir joy Menda bor, lekin men sezmaganman farqini. Menga u nega kerak? Shunchaki fakelardan meni ajratib turish uchun. Ya'ni fake texnoploflar bor, haqiqiy texnoplov bor. Shunchaki fakelardan odamlar darrov meni ajrata olishi uchun menga bu galchka kerak, lekin men to'g'risi bu qandaydir yordam berishini sezmaganman. Вообще sezmaganman. Yana savol? Tak, savollarimiz yo'q shekilli boshqa. Как раз mana 1,5 soat birga ekanmiz, dars o'tibmiz. Iltimos, agarda kelajaginglarni blogging bilan bog'lamoqchi bo'lsanglar, meni tavsiyalarimni ishlatinglar. Bugundan boshlamoqchi bo'lsanglar, o'zingizga nom, yo'nalish va 10 ta video uchun mavzu bilan ssenariy yozib qo'yinglar. Va o'zi umuman shundan keyin hammani aytib bergan narsam nafaqat bu yo'nalishda boshqa taraflarga ham qandaydir foyda beradigan umiddaman. Shunga kelganim uchun rahmat. Zo'r. Foydali bo'ldim? Rahmat sizlarga ham. Yes. Tinchlikmi? Aka, tabriklang. Onlayn imtihondan o'tib, TOEFL talabasi bo'ldim. Zo'r-ku, men ham o'qishga kirmoqchi edim. Qabul davom etyapti. Topshiring, Google'ga UTAS deb yozsangiz chiqadi. Rahmat. Omad. Toshkent Amaliy fanlar universitetida qabul davom etmoqda. Hujjatlaringizni topshirib, onlayn imtihondan o'ting. Talabaga aylaning.